Yoji Garip Sayat filmida filmimiz Shakojon Shasonning hikoyasini izlab birga kelgan. Nurg'unlar bu to'g'riliqlar yaxshi filmlarni qilib turuvchi. Hatto men anglab boqmagan filmlarni barcha qarsam. Shuni qaraganda yana texim ko'p kitob o'qisam bo'g'dak. Film qilganlar mana shu Shasonning yashamidan cho'g' Shason eng qiysi mushlarning ichida deb bu haqiqatan to'g'ri. Bunu biz o'qigan kitobga yoki boshqa so'zlagan ma'lumotlarga qaramsaqmi, ayni vaqtda biz ko'rgan shu 86 ishlangan Garip Sayat filmini ko'rsaklar, shunda aniq uchurlar bor bu to'g'rida. Azroqlar tahlil qilsak, men azroq deyish bersam, deb bilib qolsizlar. Masalan, shu Garip Sayat filmi 9-qismdan 20 minutlik hikoyaga qarasanglar, Sunukun 3 ta odam jamiyatini o'g'irlab keldi. O'g'irlab kelib, bu Shasonning tam chaqirdi, Shason bir ko'riblar odam jamiyati deb qo'yib qoldi. Lekin bu Sunukun jubajilar buni uqmaydi, anglab baxmagan, hatto Sunukun odam jamiyati degan gapni. Bu odam jamiyati 3000 yilda chechaklar, yana 3000 yilda meva berib, yana 3000 yilda faqat 30 tala pishirdi. Demak, Shason buni oldin pishirib ko'rib baxdi degan gap bu hozir taxminan 9386 yaşlarga kirib qoldi bu Shason. Sunukun uchun sana bir 538 yaşlar kirgan bir küçük şu bu Shasonning oldida. Bunday gap bor. Endi ikkinchi uchur shu Shason azaldan Sunukunni maymunaga deb chaqirmadi, cho'ng'a deb chaqirdi. Endi bu ish gapning nima farqi bor desanglar, cho'ng'a degan Dashishun degan gap. Dashishun degan gap Hamsabaq aka degan gap aslida to'g'risida. Bu Mesela ma'lum bir ustozga mayli Tangsınga, mayli Yevunga, mayli Xoyanjaga shogird qilib kiring. Tunji qitim kim shuning ustoz qo'l bergan bo'lsa, u kichik, cho'ng, pishiq, to'ng, boy namurat ustida qat'iy nazar shu Dashishun bo'ldi. Shu Hamsabaq og'iz bo'ldi. Bu bekitilgan muqim qoida. Shuning uchun bu yerda Sunukunning maymunaga degan xo'ga aksop qoldi, o'zidan kichik maymun aki demaydi-da bu Shason. Hem üçüncü uçur, Shason bilan Baji ishkilsi Arish ordusidan tushirilganlar. Birsi Suydarsda ko'rgan bo'lsa, birsi Ashliqdarsda ishlaydi degandek. Lekin bu ikkisi tunishmaydi. Demak, Jubaji Arish ordusiga xizmatga urilishdan burunla Shason, Shahoshan, Shashamop yeziga xizmat ko'rib tushib ketgan. Demek bu ikisi bo'lmasa, burun bo'lsa, biraz yig'indi olsun uçuşib qoldi, tunishdi. Shundaymi? Endi asarda Shasonning faqat 4-5 yig'il taysisi bor, 4-5 yig'il so'zi bor. Birinchisi nima? Cho'ng'a ustozni olvoslar tutib ketdi. Nima qildi? Xuyba qildi. Ikkinchiga ustozni olvoslar tutib ketdi. Silliya xuyba qildi. Uchinchisi cho'ng'a ikkinchi og'am bilan ustozni olvoslar tutib ketdi. Yana shu xuyba qildi. Boshqa gap yo'q Shasonning. Birisi eng ko'p deydigan nima desanglar, cho'ng'am to'g'ri deydi. Ustozning deganlari to'g'ri. Bu Shasonning kollektivchiligi shu qadar kuchli, bu butkul hammasini qo'llay to'xtamay zambirdi bular. To'xtamay yurak urdi. Bu kollektiv qolgan birasi yig'ilsdan yig'laydi, qo'shib tang kuldi. Kollektivchilik intayin kuchli bu Shasonning. Shundaq bir nuqtaga diqqat qildinglarki, bu asarda 4 xirshon bor. 4 xirshon noma'lum mandi. Lekin faqat va faqat Shasonlar Shahirshon deb chaqirdi. Halbuki Sunukun Sunxirshon deb baxmdi, Bajining bu Juxirshon deb baxmdi. Hatto Tangsonmi Tangxirshon deb baxmdi birasi. Lekin Shasonning boshini oxir Shahirshon deb bunishqa. Nima uchun ma'lumot? O'g'illarning bu kitobni so'rabsizlar, Garip Sayatniki. Uyg'urchasi yo'q, Uyg'ursini topmadim-ki, Xanzurchisini tepib, Chuchuanga kirib qo'ydim. Bu kitobni Xanzurcha o'qishni tavsiya qilmayman, chunki biz Uyg'urcha filmni chiqarib ko'rganmiz, asosan yoda. Hamda Xanzurchani ko'rsanglar, birinchidan tiz davlat til saviyalarini yuqori ko'tarib bo'libni yurdi. Kitobning basimlarida azan Chuchuanga kirib qo'yib qo'yganlar. Rahmat.